Assalomu alaykum. Bugun yakshanba va yana biz siz bilan birgamiz. Mening yurtim telekanalida dam olish kunlaringizga ozgina bo'lsa-da kayfiyat, bir zavq ulashish niyatidamiz. Agar buni uddasidan chiqsak, demak o'tgan fursatlarga siz ham biz ham achinmaymiz. Mehmonlarimizni yaxshi taniysiz. Ular bilan bo'ladigan bugungi suhbatimiz o'ylaymizki, sizlarga ma'qul bo'ladi. Sanjar aka Shodiyev hamda ularning umr yo'ldoshlari xonanda Muhabbatxon. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugun yakshanba. Sizlarning yakshanbangiz qanaqa o'tadi? Umuman oilaviy yakshanba qanday kechadi sizlarda? Har yakshanba kun biz toqqa chiqib, oshdamlar, bolalar bilan kun o'tkazamiz deb aldamaylik. To'g'risini aytinglar. To'g'risini aytyapmiz-da. Har yakshanba bo'lsa bolalarda birinchi narsa to'yib uxlaydi. Obedgacha sabab hozir keyin kuladi. O'g'limiz kollejga yugurib uchib ketgan darsdan kech kelayin esladi, sirk kolleji kechgacha bo'l ishlashadi. Kenja qizimiz Asalimiz Shodiyeva, u ham juda uyquni yaxshi ko'radi, ko'p maktabga charchab ketgan. Hozir bolalarga ancha qiyin. Lekin yaxshi ovqat, yaxshi shirinlik tayyorlanadi. Ularni uyqudan turishiga qilib qo'yaman. Yakshanba kuni zo'r ovqat, zo'r pishiruv bo'lishi kerak. Albatta. Shunisi u odat. Yakshanbani alohida dasturxoni bo'lishi kerak. Chunki bolalar uyda deymiz, obedga iloji boricha aniq qilamiz. Keyin biz endi uyda bo'lgan paytimiz ba'zida endi xizmatda bo'lib qolamiz, chunki shanba yakshanba bilasiz, san'atkorlar ko'proq band bo'lishadi. Band bo'lishadi. Va hozir aytyapsiz, mana o'sha yakshanbani alohida dasturxoni bo'lishi kerak. Chunki bolalar uyda bo'ladi. O'zim ham shunaqaman. Yakshanba kuni albatta nimadir tayyorlab beraman sizlarga. Qayergadir boramiz deb aynan shanba va yakshanba kunlari uchun va'da beriladi farzandlarga. Qaysi taomni qoyilmaqom qilib tayyorlaydi? Yakshanbadagi qaysi taom sizga? Osh yoqadi buni. Juda tez 20 minutga bormay osh qiladiganmiz. 20 minutda osh pishadi? 20 minutda osh pishiradi. Men birinchi yeganimda rostdan xommasmish qilib, hech narsa bo'lib qolmaymanmi desam deb. Balki buyurtma qilar. Yo'q. U yoqda oyijon ham shunaqa deydilar, qaynukam Bekzod ham har doim aytadilar-da. Sizdagi tez, sizdagi zo'r qiladigan oshpazni ko'rmadim. Men choyxonalarga borman, opajon do'radi-ku. Oshsiz-man. Ayam ham hayron bo'ladilar. Ish qilib oshing pishdi, men 2 soat qaynatib qo'yaman. Nima bu deb. Qanaqa usul qiladilar, bilmadim. Qanaqa qilib 20 minutda osh qilasiz? Rostdan ham qiziqda. Yaxshilab qovuraman. Hammadan ko'ra tezroq oshni men tayyorlasam kerak deb o'ylardim. Chunki 40-45 minutda oshim pishadi. Ya shunaqa, endi bularga shunaqa tuyuladi-da. Bo'ldimi, pishdimi deydilar-da. Yo'q, har mana o'tirib boradi. Osh qilaymiz, oshqa. Hozir endi gaplashib o'tirib, hali osh sekin anaqa bo'lasa, ko'tarib keladi. Pishdimi deyman. Birinchi ko'rganimda o'lib qolmayotganmanmi ishqil. Xommasmi deb. Keyin o'rganib qoldim. Lekin osh tez qilishi juda ham men uchun misol uchun o'zi oshni yaxshi ko'raman. Hamma joyda oshni ko'rganman. Uyimda osh yoqadi. Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? 20. Bir kam 20. 20 yil bo'ldi. 20. Lekin tanishganingizga 20 yildan ko'p bo'ldi. Ha. Ikkinchi kursda tanishgandik. Men ikkinchi kurs. 2 asr yashagan. Yo'q, Sanjar aka ikkinchi kurs ekanlar. Ikkinchi kurs, men birinchi kurs. O'sha paytda biz talaba edik, Muhabbat. Bir paytda o'qiganmiz Muhabbat bilan. Siz Sanjar aka bizdan katta kursda o'qigansiz. Oila qurganda dastlabki yillarda tushunmovchiliklar bo'ladi-da. Baribir men taniganingiz bilan, men bir-biringizni bilganingiz bilan ahamiyati yo'q, baribir tushunmovchiliklar, qandaydir bir-biridan ko'proq xafa bo'lishlar bo'ladi-da. Sanjar aka, aynan mana shu holatlar qachon barham topadi? Yo'q. Necha yil kerak bo'ladi yoki davom etgani ma'qulmi? Men bitta narsa aytaman. Yurak uradigan apparat hamda ko'tib bergan bo'lsa, endi tepaga chiqadi, pastga tushadi. O'shanda odam tirik. Qachon tekis bo'lsa, odam o'ladi. Hayotingizda demak sizda tekis bo'ldimi? Hammasi demak u zo'r bo'lib ketdi emas. Nimadir noto'g'ri. Chunki ayol sizda rashk qilmay qo'ydimi? Demak, nimagadir rashk qilmay qo'ysan, qizig'ing yo'q. Yoki erkak uyda bir narsani qilsa, unisi yo'q. Hayot shundan iborat. Yillar davomida yashaverganingizdan keyin do'stga aylanib qolakansiz. Ha, lekin do'stga ham aylanib qolar ekansiz. Agar do'stga aylansangiz, menimcha yaxshiroq, osonroq yashash. Har doim ham. Erkak kishini ko'pincha o'zi xonadonning katta o'g'liga aylanib qolar ekanda. Katta o'g'liga aylanib qolar ekan. Bunday qarasangiz,
bolalarni ayollar tarbiyalayotgan paytda orasida sizni ham qo'shib tarbiyalayotgan bo'ladi-da. Uni qarasa bolalar qatorda o'tirib qolgan. Menga aytilyaptimi deysiz? Boshida biz do'st bo'lib, keyin oila qurganmiz-da. Keyin oila qurganimizdan keyin menga tegmaysan, meni qizi bilan yurishlarini ham aytaverardilar, boshqa ham hamma narsa qilardilar-da. Xuddi do'stdek ochiq aytardilar. Boshida qabul qilishim qiyin bo'lgan. Endi men turmushga chiqqaningizdan keyin xohlaysizmi-yo'qmi, qanaqadir rashkam bo'lgan, chunki men o'ylab o'tirganman-da. Xayolimda boshqacha anaqalar kelgan. Keyin bular gapirsalar boshida xafa bo'lganman. Menga nimaga aytyaptilar? Yo'q, bular keyin meni o'ylab qarasam, o'sha do'stligimizcha qabul qilgan ekanlar. Demak, men ularga do'st bo'lishim kerak ekan. Shunda yashashga qiynalmas ekanman dedim-da. Tushunish ham katta narsa, bir-birini tushunish. tushunish. Men ermaniki uni qatayda telefonlarni titib, telefonga kirib, agar yo'qotmoqchi bo'lsangiz, bitta odamni topa olasiz aybini. Ayb kerakmi, topa olasiz. Oila shunaqa narsa ekanki, suyanib qolar ekan. O'z o'g'limga, qizimga hammaga qarab qo'yma. Dardim, ba'zan shunday dard cheksiz. Men boshimdan ko'p narsa o'tgan. Dard chekkan payt yoningizga faqat oilangizdan boshqa hech kim qolmaydi. O'sha kun tushunasiz oilaning qadrini. O'sha narsani-da qolganlar hammasi gapiradi. Kimga qaramasangiz ko'chada juda ham baxtli dunyodagi bitta odam. Ko'rsatish bilan o'raman. Chiroyli ko'ylaklar, chiroyli tabassumlar, kerak emas kulgilar bilan tabassum baxtli hayotman deb ko'rsatishlar. Men hech narsani qilmoqchi emasman, lekin demoqchimanki, nima bo'lgan taqdirda ham tushunish, bir-biringizni tushunishingiz katta narsa. Men 2 yildan keyin 50 ga kiraman. Men hayotimda risk qilishga orqaga hech narsa yo'q. Bir odamni umrini yarim bo'lsa keldim. Bolalarimni ham qarayman, ayolimga ham qarayman, to'g'ri. Hammadan qattiq kim ideal? Hech kim ideal emas. Bir kam dunyo, kimnidir boylik bilan berib yaratgan, sinaydi dunyo. Kimnidir go'zallik qilayotgan, uni kimnidir quvvat qilib yaratgan, omadli qilayotgan. Lekin hammasi vaqtinchalik. Hammasi sinov. Sinov. Hammasi o'zini vaqtida, o'zini davrida shirin. Munosabatlarga ham, muvaffaqiyatga ham, g'alabaga ham, qaysidir ma'noda yiqilishga ham, turtinishga ham hammasiga vaqt kerak. Vaqt tajriba. Muhabbat bir necha yillar davomida uyda o'tirdi. Ko'rishib qolardik. O'sha paytda men ham farzand tarbiyasi bilan band edim. Muhabbat ham farzand tarbiyasi bilan band edi. Va qachondir ikkalamiz ham yana o'sha qaynoq ijodiy jarayonga qaytishimiz haqida o'sha paytda gaplashmaganmiz. Faqat o'sha paytda farzandlarimiz haqida gaplashganmiz, oilamiz, bolalarimiz haqida gaplashganmiz. Lekin mana bugun ijoddamiz. Muhabbat ham, men ham o'sha uyda o'tirilgan yillar, yo'qotilgan yillar sifatida qolmadimi hayotingizda ijod masalasida? Boshida qanaqadir menda stress ham bo'ldi, shoshilish qanaqadir ichimda bo'ldi, lekin yo'q, shukur qil, bolalaring bor. O'zim qatori chiqqan yoki o'zimni tengqurlarimga solishtirib shukur qildim. Shunchalik bolalarim bor. Baribir o'sha jarayondan qachondir o'tish kerak ayol kishi. O'sha paytdan o'tish kerak. Kechmi, voqlimi? Bu tezroq bo'lgani yana ham yaxshi bizda san'atda ayniqsa. Men xursand bo'ldim. Men oilamga o'zimni bag'ishlashga Har doim tayyorsiz. Har doim tayyorman, bundan keyin ham. San'at Alloh bersa, qachon bo'lsa ham chiqaman, u meni ichimda, u meni o'zimda. Farzandlarni Xudo bergan bolalarni, ularni endi tarbiyasini dunyoga keltirdikmi, tarbiyasi uchun mas'ulmiz. Ularni yurish-turishi, sog'ligi, bitta xonadonga endi uzatgunimizcha qizimizni yoki bittasini uylagunimizcha ular baribir bizni omonatlarimiz-da. Ularni yaxshi tarbiyalash, ularning orqasidan rahmat eshitish undan ham shirin ekan-da hayotda. Hozir muhabbatni yonida doim siz borsiz. Ko'plab xonandalar bor, turmush o'rtog'i bor, lekin boshqa administrator, boshqa prodyuserlarni yoniga qo'yib qo'yadi. Lekin muhabbatni yonida doim siz. Nima uchun? Rashqim bo'ladi. Men tushunmayman prodyuserni. Xotin yoniga bitta odam tele qo'yib prodyuser o'zim birga boraman. Birinchidan. Ikkinchidan muhabbatga aytdim. Muhabbat mayli sen o'ylashing mumkin, televizorda ko'rib turib san qatori chiqqan, san bar bilan o'qigan, lekin bugun bizda bo'lib turgan qo'shiqchini ko'rishing mumkin. Bu dunyoda inson har narsaga badal to'laydi. Badal to'laysiz. Olingan davlatga ham, topilgan davlatga ham, sog'lik bilanmi,
boshqa bilanmi? Hech narsa Show- javobsiz qolmaydi. Ha, Hamma hammasini narsani badali javobi bor. bor. Men shu narsani aytamanki, shou biznesga yugurib, nomini tanitib, bugun to'xtab bunday qarasa, da uchastkasi bordir ikkita. Zo'rmi shunda yurgandir, da narsa. Bunday qarasa, bir dona farzand yo'q-da, boshqa narsa yo'q. U endi oila qilish kerak. Bugun o'sha kechagi mashhur qo'shiqchi bugun 45 ga kirdi u, 50 ga. Lekin uni hamma sevdi, otini qo'ydi unga, lekin uni farzandini ko'rmadi hech kim. Hamma biladi-ku uni 45 ga kirganini, 50 ga kirganini. Mana kecha bitta bo'lgan voqea, shuni ko'rsam bitta qo'shiqchimiz, shuni ko'rib qolib, yonimizda bizani olib kirgan bola bordi. Bo'yi barobar. Muhabbat, iltimos, o'g'lim dema, faqat o'g'lim dema. Yo'q, o'g'lim bundan ham katta. Yo'q, buni ko'rs. Shunaqa demadi. U afsus chekdi. Kech farzand qilganiga balki. Xuddi shunday shu biznesga bu badal mayda muhabbat, meni topgan pullarimda sana haqqing bor. Uyda o'tirgan. Hammasini hisobini olasan. Farzandlarimiz katta bo'lsa, men senga aytaman, o'zi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, farzandlar seni yerga qo'ymaydi. Bizni farzandlarimizni yanka katta qilmadi. Sen Enaga. ona enaga katta qilmadi, sen katta qilding. O'zing qaysi ovqatni yaxshi qilishingni bilishadi. Sen bilan hamma gaplari bor, do'st bo'lib olgansan bilan gaplashadi. Men oilani balandroq qilaman deb ko'chama-ko'cha, yurtma-yurt kino olib, uyga ko'p bo'lmadim, chopdim. Mendan ko'rasan ko'p yaqin bo'lding, narsa qilding. Men ham unutolmayman. Mana misol uchun erta ekan deb o'chib ketdim. Men badal to'laganman-ku. Maktabga borgan bo'lsam bir 50 martadir umr bo'yi borgandirman farzandlar orqasidan. Bog'chani uncha ko'rmadim turib. Ularni unutolmaysiz. Men to'yga ketdim, bo'lsa ketdim. Ba'zilar aytadi, maktabda har safar dadam maktabga olib kelganda, har safar u gaplar o'tib ketdi mendan. Sizda yo'q u yerda. Yo'q, u xotiralar menda yo'q. Aytaman, hamma narsaga badal to'laysiz. Yoki men dadamni bitta xarakterlarini yaxshi ko'raman deb ayam palon narsa qilib berardilar. Yoki uyda har bu yakshanba o'tirib dadam menga osh qilib berardilar degan u xotiralar yo'q-da. Lekin Sanjar akani yugurganlari uchun biz yaxshi yashadik. Endi Kamko'z buni siz tan olish yashadingiz. kerak. Buni tan olish kerak. Kamko'zsiz- Lekin aslida erkak kishining vazifasi ham shuda. Birinchi vazifasi yaxshi yashadik, shu oilalarni, bolalarimiz, farzandlarni, masalan. ayolini ta'minlash, moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan. Mana bu bilan oshxonaga kirib ovqat qilib ketsam, bizani kim boqadi? Birinchi man ekanman, Tanjar Shodiyev deb mana. Meni qaysi fazilatlarimni yaxshi ko'rasan? Sizni meni yaxshi ko'rishingiz yaxshi ko'raman. Juda chiroyli qarang, zo'r savol. Siz uchun hayotdagi 3 ta muhim narsa nima? Oilam, bolalarim sal. Shu vaqtgacha mendan bekitgan biron jiddiy siring bormi? Yo'q. Balki bordir. Yo'q. Men yolg'on gapirganni ham yomon ko'raman bilasiz. Meni ijodimga qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Sani ijodingga samolyot turadi-ku, bunday kelib kattasi bo'lib uchishga qo'ydim. In uchib ketadi-yu. Mana shunaqa hech bir ana bo'lib uchmayapti-da. O'sha ham uchib ketadi samolyot. Boeing deymi, qo'tirtirib qo'yib. O'qishga o'xshab. San'atni misol uchun film olsa, kim ijrosi oladi? O'zim O'zing? Ha, cho'tki yo'l. ko'pincha mendagi qaysi fe'l atvor sizni achchiqlantiradi? Rashq. Rashk qilmay qo'ydingiz. Yo'q, har doim yoningda bo'lishi kerak bo'lgan 3 ta buyum. Ular umuman ko'chaga chiqa olmaysan. Menda yo'q unaqa buyum. Pudra, sumka. Yo'q. Men olib yurmayman. Xo'p. Telefonni ham tashlab ketaveraman. 24 soatga boshqa bironta mashhur san'atkorning hayotida yashash imkoniyati berilganda kimni tanlagan bo'lardingiz? Raj Kapur. Hozirni o'zida sayohatga chiqamiz desam, ikkilamay qaysi davlatni tanlagan bo'larding? Turkiya. Turkiya borib keldi. Mayli, yana borardim. Xo'p. Kimni kuni ko'proq telefonda o'tadi? Saniki? To'g'ri, bekorchiman. İlk uchrashgan kunimizdan suhbatlarimizni esla olasan. Ha, esimda. Nima degan? Agar do'stlikdan tashqari uchrashuvga deganingizda onam uylantiraman dedilar. Nimagadir xayolimga birinchi siz keldingiz degansiz. Biron joyga chiqish oldidan o'zimga qarash uchun men 1 soatda chiqaman
desang, desam, buni qanchada tushunarsiz? 3,5 soat, 4 soat deganda u. Hech ham 1 soat vaqti chiqmagan sani. 50 marta ko'ylak kiyib, 50 marta almashtirib. Namangandan Navoiyga kelin bo'lib tushgansiz. Men Toshkent viloyati Parkentdan Qashqadaryoga kelin bo'lib tushganman. O'zbekiston, lekin odatlari, urf-odatlari baribir boshqacha. Qanaqa bo'lgan birinchi taassurotlar? O'sha paytlarni eslaylik. Kelinlikni eslaylik. Birinchi menga ta'sir qilgani bizda rosa yumshoq gapiriladi vodiyda. Namanganda, vodiyda yumshoq. Ularda sal baqiribroq gapirilar ekan. Qo'polroqmi? Qora, ha. O'shanisi birinchi ta'sir qilgan. Sanjar aka urushyaptimi qo'shnilar deganman. Yo'q, gapirishyapti, shuni qattiqroq gapiradi bizlar degan. Birinchi endi mana aytganingizda ta'sir qilgan. Urf-odatlar boshqa, non umuman boshqacha yopiladi. Bizda kichkina, u yoqda katta. Qo'rqmay 3 kunlik kelin non yopibman-da. O'xshaganmi? Voy, zo'r chiqqan. Hozir qo'rqaman lekin. Hozir o'sha tandirga qarasam, vodiyni tandirini ikkalovini solishtirsam, hozir cho'chib ketaman. Qanaqa qilib qaysi Yurak bilan men qo'rqib, qo'rqqandan narsa ko'rgandi. o'zimni men bular aytardilar, sen vodiydan kelgansan, seni 1000 kilometrdan olib keldim. Shunaqa o'zingni ideal qilib ko'rsatgin. Hayron qolishsin. Nima bu qizlardan nima farqi bor ekan buni degan baribir savol bo'ladi. Eng zo'ri bo'lgan derdilar. Keyin Oyjon xamir qorib qo'yinglar, meni ishim bor dedilar, chiqib ketdilar. Keyin qayinsinimga aytdilar, menga aytmadilar. Keyin Hilol men o'zim qilaman dedim. Lekin doim yordamchi edi menga. Xamirni qorib, nonni ham o'zim yopaman. Oyimni jahlari yomon. Keyin qilmay qo'yavering dedi. Yo'q, men qilaman dedim. Keyin nonlarni yopdim, savatga chiroyli qilib terdim, kichkina nonlar. Qaynonam manimda o'xshaganlar. Keyin shundoq keldilar, ko'rdilar, hayratlanmadilar ham. Shundoq qaradilar-da. Bizda katta yopadi nonni dedilar. Shumi yopgan noning dedilar. Jim bo'ldi. Sanjar aka qo'yaver dedilar. Qaynona shunaqa bo'ladi. Qanaqa bo'lgan xotin bilan onani o'rtasida turish boshida? Qanday qaradi-da? Yo'q. Ikkalasi bunday turasiz-ku, endi bunga boray desam, onam unga oxiri qochib ketdim. Qani Tashlab ketganlar-da. Men aytdim, muhabbat, sen endi qaynonaning xizmatini qilishingiz bo'lsa 1 yil dedimda, qo'ydimda, o'zim Toshkentda ijodlarim bor deb keldim. Bir kun ikadi, qanaqasi qilib. O'zini yog'da o'zi qovurildi, muhabbat. O'zi keldida keyin. Artist degan nomingiz, u ish qilmasangiz ham siz artist ekansiz-da. Faqat artist deb qarardilar menga. Chiroyli gapirsangiz ham artistdirdilar. Bitta narsani nima qilib ali qo'yjon deb gapirsam ham artistlik qilmadirdilar. Men o'zim shunaqa tashlab qo'yish yaxshi. Yig'lashga ham uni qilasiz. Shunaqa tashlab ketishni yaxshi ko'raman-da. Shunaqa holatda. To'g'ri ketish kerak. Unaqa yoniga turib olib, yo ona tomon bo'lasiz, yo ayol tomon bo'lasiz. Mashina olib bergandim, pravaga o'qidi bu. Mashina hammasi menga kelsa mashinaga o'tirib olgan. U yerda yonidagisi bosib tormozni qilib o'tirgan u. Uni emas, adasi bunday, buni emas, qarasam butun aqlli dunyosi. Buni tushunchada prava bordi. Men aytdim, xato. U o'qidim deb o'ylayapsan, ko'chada bironta qo'yda ishlamaydi. Bu qo'yda san o'zini qoidalari bor. Keyin qarasam, yo'q, dadasi bunday, men bilaman. Shunday qaradim. Buni bilan hozir urishib qolaman. Buni o'rgatgancha. Ipodromni hayda dedim. Ipodromga olib bordim, rulda turibdi. Shunaqangi tirband mashina to'la o'rtasiga kirgizdim. Kirgan paytda shuni eshikka tushib ketaverdim. To'xtang deb qolib ketdi. Shu bilan 4 soatdan keyin sochlar tuzga aralashib odam. Mana keldim deb keldi. Endi bor qarg'ishni ham eshitgan, so'kishni ham eshitgan. Ko'rdingmi ko'cha qanday dedim. Mana shunaqa tarbiyalar zo'rda. Bittada ko'z ochiladi unda. Endi ayol kishini mashina haydasa ham bir alkash haydagan bilan barobarda. Nimaga endi? Ayol kishi Sanjar aka erkak kishidan ko'ra yaxshiroq, tartibliroq haydaydi. Yo'l ma'nikada o'ylab primo ketaveradi. Shu birovga ana shunaqa qiymatdan shu alkash o'tiribdi. Nima uchun ayol kishi biladi? Ha, bo'ldi, tushundim. O'sha uchun tuflichani yopishtirib qo'yinglar, odamlar o'zini bilib olsin. Ana ayol kishi muhabbat ayol kishi yaxshi haydaydi mashinani. Juda yaxshi haydaydi. Erkak kishidan yaxshi haydaydi, to'g'rimi? Uru, yo'l o'zimniki deb o'ylaysizlar sizlar. Yo'q. Necha marta avariya qilganimni men qilmaganman. Mana to'ppa-to'g'ri.
Yo'q, tushunmayapsizlar. Jarimalar bo'yicha ham Tushunyapsizlar. Ayollarni aybi bilan demasalar agar Sizlar endi bugundan boshlab mashinaga o'tirasiz, ham mashinangiz bor. Ketayotgan payt bunday atrofga qarang-da. Bunday qarab o'tib ketadi-ku. Hamma xatoingizni biladi. Biz erkaklar sham borda ayol kishi ekan deb yo'l berib indamay. Agar siz erkak bo'lganingiz edi, shani deb baqirib o'tib ketgan bo'lardilar. ya endi qarang. Jim o'tiradi, erkaklar hurmat qilib ketgan ayol kishi ekan. Sanjar aka, indamay. radarlarni hisoblaymiz. 10 million O'sha radar ayol olmas ekan. Menga bir yilda 3 ta radar kelgan. shuna jarimalarni aytyapman-ku. Tan olaman, jarimalar kelib turadi, lekin turmush o'rtog'imnikidan kam. Ko'proq ularga Biz ularni keladi. o'ylaymiz. Va yana eng ko'p ta'mirga sizlarning mashinanglar bo'ladi. Erkak kishilarning mashinasi boradi. Ayollar juda ham ko'p ustaga mashinani olib borib Bitta savolda sizlar haydasanglar mashinam bor deb avaylab suvlab biza tirikchilik uchun haydaymiz. Primoy hayda. O'shani moy o'tib ketsa ham qo'ymay turay, hospitni ana tan oling, baribir ayollar yaxshi haydaydi zo'r mashinani. haydaydi mana. Rahmat. Mana shu Yoshlikda ham mana o'sha ota bobolarimizdan ayolda faqat otlarda ayollar yurganda, erkaklar ishlaydi yurgan bilmayman qanday bo'lgan. Sanjar aka, men eslayman, institutda o'qib yurgan paytda siz hind filmidan bitta parchani o'xshatardingiz Toshvaguldan. Ha, to'g'ri. Shanchi qarab. Shanti. Yana sizni biz Nikulinga o'xshatardik-a, adashmayman. Yolmoz kampir, shu kinodagi Minan tog'asi Mikrichan. Ha, o'sha Mikrichyanga o'xshatardik. O'sha paytda taqlidlar qilingan. Hozir unaqa. Hozir ham qilib turaman bir. Endi hozir ham O'zingiz idealistika, kumiringizdagi aktyor, san'atkor kim bo'lgan? Raj Kapur. Raj Kapur. Juda yaxshi ko'raman. Hozir ham. Takrorlanmassiz men uchun. Aktyor, rejissyor. Qaysi rolini yaxshi ko'rasiz? Yonoq 420. Hammasi rolni. Bir qayta ko'radilar kinolarni. Sangam. Undagi Takror. shu yig'lasa ko'zdagi yosh ko'zida oldi otilib chiqib ketgandek bo'lib turadi-da. Undagi yosh o'sha davrda insonning hissiyoti bilan shunchalik chiroyli o'ynab olgan aktyor deb bilaman-da uni. Raj Kapur. Raj Kapurni kulib qarab yig'lashi, kulib gapirishi. Butun dunyo Raj Kapurga moviy ko'zli afsona deya ta'rif berganda, haqiqatdan ham afsonaviy aktyor. Ko'rsatuvimiz davomida aynan Raj Kapur haqida lavhamiz bor. Tomosha qilamiz. Raj Kapur dunyo kinosining afsonasi, san'atning devonasi edi. U kinoni sevardi. U kino bilan nafas olardi. Raj Kapur o'z filmlarining nafaqat rejissyor va prodyuseri, balki bosh rol ijrochisi ham edi. U aktyor sifatida Dilip Kumar, Dev Anand bilan birga Bombay kinostudiyasidagi kuchli uchlikni tashkil etardi. Kapur tasmalari nafaqat Hindistonda, balki Janubiy Osiyo, Eron, Turkiya, Arab mamlakatlari, Koreya, Sharqiy Yevropa va Janubi-Sharqiy Osiyoda ham mashhur bo'ldi. Raj Kapur Films tomonidan suratga olingan Daydi, Poyafzal tozalovchilar, Janob 420 ni ko'rish uchun tomoshabinlar turnaqator bo'lib navbatda turishardi. Ayniqsa, Kapurning Nargis bilan juftlikda ijro etgan rollari shuhrat qozondi. Nargis kinodan ketgach, Raj Kapur ijodiy tanaffus oldi va 8 yil mobaynida rejissyuraga qo'l urmadi. U turli studiyalarda turfa aktrisalar bilan suratga tushdi va omma hamda tanqidchilarning e'tirofiga sazovor bo'ldi. Nihoyat Raj Kapur Films Ganga oqayotgan mamlakat filmini suratga oldi. Raj Kapur unda prodyuser va bosh rol ijrochisi sifatida namoyon bo'ldi. Navbatdagi film esa olamshumul Sangam hisoblanadi. Mazkur kino asar 40 yoshli rejissyorning birinchi rangli filmi edi. Sangam 1 yil mobaynida ekranlardan tushmadi va barcha kassa rekordlaridan o'zib ketdi. Afsonaviy kino yulduzning ijodida mag'lubiyatlar ham yetarli. U kasbiga bo'lgan fidoyiligi sabab hamma sinovlarni mardona qarshi oldi. Bugun Bollivudda Kapurlar sulolasining o'ziga xos o'rni va mavqei bor. Uning ijodini o'g'illari Ranhir, Rishi va Rajiv Kapurlar munosib davom ettirdi. Bugun maydonda Raj Kapurning nabiralari Karina, Karishma, Ranbir Kapurlar bobosi kabi shuhrat qozongan. Raj Kapur o'zining ijodiy merosi sabab
hali uzoq yillar tomoshabin mehrida, e'tiborida bo'ladi. Er xotinni urushi do'kon ro'molli qurishi degan maqol bor. Lekin bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun fayz ketadi degan gap ham bor. Kim ko'proq past keladi uyda? Siz har doim. Har doim. Malol kelmaydimi? Men gapim qaytarmayman, uzoq vaqt jim o'tiraman. Oxiri juda bo'lmay ketsa keyin bir gapirib baqirib yuborishi mumkin. Keyin ular sekin qochadilar. O'sha ko'chaga qochayotgan paytingiz nimalarni o'ylaysiz, Sanjar aka? Agar men yutqizayotgan bo'lsangiz, erkak kishi eng tinch chiqib ketish kerak uydan. Lekin arazlashib yurmaymiz. Mana ba'zilar 3 kunlab, 4 kunlab gaplashmadik. Bizniki soatga ham, minutga ham bormaydi. Shunaqa urishib yana o'sha urishamiz, bir-birimizga gapiramiz, undan keyin yana ko'ylagim mana qilib berib yubor, bo'l davom etib ketaveradi, yaxshi bo'ldi. Hayot meniki deb o'ylaymiz, yo'q bunaqa emas. Asli biz hayotnikimiz. Qayerga boramiz, qachon bo'ladi, kim bilan, qayerda bo'ladi, hammasi yozib chizib qo'yilgan. Uni otini taqdir deydi. O'zimizga mas narsalarni tortib olamiz, qayta olib qo'yishadi. Narsa qilib, uni otini taqdir. Taqdirdan qochib hech qachon qutula olmaysan. Taqdirimiz chizilgan, bitilgan, yozilgan. Va siz muhabbatdan qochib hech qayoqqa keta Yo'q, olmaysiz. mana muhabbat hech qayerga qochib keta olmayman, turman. Oilamni Xudo shunday o'ylab berganiga shukr qilaman. Men oilamdan uyalmayman, oilam bilan chiqib faxrlanaman. Oilam bilan ko'rsataman, mana men oilam mana shunday. Sanjar aka, yana aytaman, boya subguni aytdim. Muhabbatning yonida doim borsizda. Bu ayol kishi uchun baxt. Juda chiroyli baxt. Bilasizmi? Uy, mashina, chiroyli kiyim, nimalardir u o'z yo'liga. Lekin turmush o'rtog'ingiz bergan bitta guli, bitta shirin so'zi, yoningda men borman deyishi, aytmasa ham doim yoningizda bo'lishi bu ayol kishi uchun baxt. Siz mana shu baxtni muhabbatga beryapsiz va buni biz ham ko'ryapmiz. Endi u o'zaro munosabatlar, oilada bo'ladigan mayda-chuyda gaplar ular o'z yo'liga. Mana shu baxtingizga ko'z tegmasin. Muhabbat sizga ham ko'z tegmasin. Bir-biringizga alohida vaqt ajratib turasizlarmi? Farzandlardan ortiq. Sanjar aka, masalan, yur, kofe ichib kelamiz, o'zimizni kofe ichadigan joyimiz bor. Bolalar ulguradi. Bolalarchi deyman men lekin. Bolalarchi desam, ular aytadilar, bolalar ulguradi deydilar. Ketdik ikkalamiz deydilar, kechqurun sokin planlar qilib kofe ichib o'tiramiz. Toshkent Cityga boramiz, chiroyli joy. Keyin qanaqa ishlari bo'lsa ham yoki sog'liklarida nimadir bo'lsa ham, meni qachondir aytgan gapimni vantlarga olib qo'yar ekanlar. Men aytaman, bu sevgi. To'g'rimi? Qaysi yoningizdagi odam o'sha o'zingizni esingizda qolmagan narsalarni, masalan, o'zi bir qachondir bundoq aytganingizda, o'zini bir anaqasiga yozib qo'ydimi, demak, u sizga nisbatan bee'tibor emas-da. Ayni ayol kishiga ko'proq e'tibor kerak-ku. Kecha Turkiyada ko'p planlar qilganimiz aytdim. Kasal bo'ldilar, Turkiyaga borganimizda ham Davolanishga bordingiz Turkiyaga. Turkiyaga davolanishga bordilar-da. Aylanib yurimiz, oyoqlari og'riyotdi o'sha kunlarda. Xudoga shukr, hozir yaxshi bo'lib ketdilar. Har xil gaplashib ketdi. Yaxshi bo'ling, Sanjar aka. Nima deydi? Oydinlik kiritib ham ketish kerak-da. Keyin bitta chiroyli sevishganlar joyidir ekan. Tepada qushlar bor, chaykalarga vilkada don berar ekan. O'sha yerda bir aytgan ekan, masjidga borish meni orzuyim degan ekanman. Men uni esimda yo'q, lekin haqiqatda orzuyim edi. Uni ko'p men internetlarda ko'rib o'tirardim, men bormagandim Turkiyaga. Keyin bular yur, seni bir joyga olib boraman dedilar. Qurim saroy dedilar, bordik. Menga qiziq emas dedim, bilmayman, menga qiziq bo'lmadi. Boshqa joyga olib boring dedim. Bu yoqqa ham kirdik, aylandik-da, keyin yur, o'sha yerga olib chiqaman dedilar. Bir payt chiqsam, o'sha men orzu qilgan joy. Biram xursand bo'ldim, rahmat sizga deb o'sha ovqatlanish, meni rosa aytuvding-ku san dedilar. To'g'ri aytuvdim, shu narsa sizga qachon aytganim esingizda qolganiga men rosa xursand bo'ldim dedim-da. 3 yil bo'ldi, dadam og'ir kasal bo'ldilar-da. Dunyodan o'tdilar. Ukam bitta. Dadam yurolmay qoldilar. Doktorga olib boraman deb chiqdilar-da. O'zlarining oyoqlari og'riydi o'sha payt. Dadamni ko'tarib 2-etajdan, ukamnikidan 3-etajdan olib tushib, doktorga mashinaga olib chiqib olib ketdilar-da. O'zlarini oyoqlari og'riydi-da, endi rosa ham qiynalib yurdilar.
lekin men aytdim Sanjar aka, yig'ladim. Sanjar aka, mana shu anaqangiz uchun men sizni butun nima deydi, menga qanaqadir qilgan xatolaringiz bor, boshqa hammasini kechirdim dedim. Juda boshqacha ta'sir qildi-da menga. Lekin men o'zimni Sanjar akani ideal odam deb bilaman o'zim uchun-da, meni idealim. Masalan, shu yonimda yurganlarning o'zi kasal bo'ldilar orada, men juda ham yig'ladim. Oldilaridan 1 minut ketmadim. Nima ketmaysan sen? Bor dam olib ketdilar. Yo'q dedim. Kimdir kelib bir narsa qilib ketadigan deydi hayolimda. Keyin sen nima ovqatlarimni ham tekshirib ko'ryapsan? Men shu darajada qattiq aniq bo'ldim, ta'sirlandim. Tasavvur qildim men. Sanjar aka yo'q bo'lsa nima bo'laman men deb. Hech narsa qila olmayman deb o'yladim. Lekin yaxshi bo'lib ketdilar. Qanchalik kerakligingizni bilish baxti. Albatta, men shu oyog'im og'rib ancha yurdimda, tabiblarga, boshqalarga ishonib. Men bitta narsa o'sha kun tushundim. San'atkor dorini reklama qilishi bu jinoyat deb aytishdi Turkiyada. Ko'p tabiblarga ishonib o'zim ahmoq qilib yurdim. Bitta operatsiya bilan bitadigan ish ekan o'zi. Shuni qildim o'sha kun. Deb sartarosh bo'la, aka Midland yotibman. Sochimni to'g'lash keldi. Aka kiyimimni podpiskalarda bor edim. Allambalo kurtka kiyimni kiyib yurganda men boshqacha deb o'ylardim kiyimimni. Hozir sizni oyog'ingizni ushlab, ertalab peshanasiga o'tirib ovqat yeb armasa turibdi. Menga ham Xudo nasib qilsa shunaqa boshqacha bo'lar ekan hayot deb. O'sha yerda aytdim, xotin Xudo xolasa yerdan chiqamiz. Oyog'im yurayotgan paytda qarilikka surib qo'ymayman. Dal ikkalamiz umraga ketamiz. Umraga boramiz. Hammasi oyog'im sog'ligida, borligida, kuchi borligida ko'rish kerak deb o'yladim. Dunyoni zo'r joylarga olib boraman. Bolalarim bilan o'sha dengizlarni bo'yida hamma yoqda aylanib yuramiz. Boshqani qilamiz. Xotin, mayli, ko'rdingku mana chetga chiqdik. Boshqa dunyo, havo almashgani. Eslarga ko'p gaplar qoladi baribir. Darddan bekorga kelmaganda. Shularni anglash uchun, qaysidir ma'noda shularni ayta Ikkalamiz olish ham uchun, oilani sinash uchun. oilani sinash uchun. Muhabbat sizni sinovingizdan yaxshi o'tdi, qarang. Chiroyli o'tdi. Va siz ham o'sha sinovlardan yaxshi o'tib berdingiz. Mana shu so'zlarni aytish, mana shu iqrorlarni aytish ham katta gapda. Hozir sizga masalan o'tga olib boraman, bu o'tga olib boraman dedingiz, eshitayotganda muhabbat qanaqa bir kayfiyatda bo'lganini men his qilaman u narsani. U boshqa narsada. Endi ko'chada afsona, uyda devona bo'lgandan ko'ra, uyda afsona bo'lish kerak. Ko'chada devona bo'lsangiz ham. O'zingizni, ayolingizni ana bu lattalarga o'rattirib, uyga o'tkazib qo'yib, ko'chaga boshqa ayollar ko'zsiz yurgandan ko'ra, undan ko'ra o'z ayolingiz bilan chiroyli qarang. Bugungi suhbatimiz Sanjar aka muhabbat, oila haqida bo'ldi. Kuldik, joyida yig'ladik, ko'z yoshlar ham bo'ldi, iqrorlar bo'ldi. Qaysidir joyda yaxshi ma'noda bahslar bo'ldi. Nazarimda vaqtimiz bekor o'tmadi. O'ylaymanki, tomoshabinlarni ham vaqti bekor o'tmadi. Bugun yakshanba, hamma uyda jam-jam. O'sha yakshanba dasturxoningizga har doim baraka bersin deymiz. Yakshanbalaringiz fayzli o'tsin sizlarni deymiz. Va shu o'rinda tomoshabinlarga ham har doim hamisha yakshanbalaringizda butun oila bo'lib, jam bo'lib o'tirish nasib etsin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.